Yangi hamkor bilan shartnoma imzolashdan oldin shu 7 ta narsani tekshirishingiz kerak. Hammasi bepul, hammasi telefonda, oxirgi ikkitasini deyarli hech kim bilmaydi. Birinchi, kompaniya umuman bormi? Registr.stat.uz davlat reyestri, OneID bilan kirasiz, stirni yozasiz, faoliyat holati qatoriga qaraysiz. Reyestrda yo'qmi, suhbat shu yerda tugaydi. Ikkinchi, bankrot emasmi? mygov.uz ga kirib 721-xizmat. Stir 1 daqiqa avtomatik ravishda tekshiriladi. Uchinchisi, soliq ahvoli. mysoliq.uz ga kirib xavfsiz biznes bo'limi 4 ta ro'yxat birdan. Qarzdorlar, hali operatsiyalar, bankrotlar, HKS to'lovchilar. To'rtinchisi, eng kuchlisi mib.uz. Majburiy ijro byurosi, avtorizatsiya ham kerak emas. Stirni yozasiz va ko'rasiz. Bu kompaniya bilan kimdir sudlashib yutgan, lekin pulni undirib ola olmagan holatlar bormi? Bu ro'yxatdagi kompaniya sizga ham to'lamasligi mumkin. Eng toza signal shu. Beshinchisi, davlat bilan ishlagan bo'lsa, xarid.uzx.uz insofsiz ijrochilar reyestri. Oltinchisi esa faoliyati litsenziyalanadigan bo'lsa, mygov.uz 749-xizmat. Yettinchisi, bu bonusga sizga aytib o'tamiz. Hamkoringiz aksiyadorlik jamiyati bo'lsa, openinfo.uz ni oching. Moliyaviy hisobotlari, muhim faktlar, litsenziyalar hammasi shu yerda ochiq turadi. Yirik hamkor uchun bu 5 daqiqalik tekshiruv emas, bu to'liq rengen. Endi ochiqchasiga yetadigan bo'lsak, O'zbekistonda sud ishlarini stir bo'yicha ochiq qidirish hali yo'q. Hamkoringiz hozir kim bilandir sudlashyaptimi, buni 1 daqiqada bila olmaysiz. Shuning uchun 4-tekshiruv ayniqsa muhim. 7 tekshiruv 5 daqiqa 0 so'm. Eng katta xatar tekshirmaslik. Saqlab qo'ying, kerak bo'lgan kuni qidirib yurmaysiz.